Odamlar faxrlanadi. Biz dadamiz bunday ekanlar, mana shuning uchun shunday bo'lib yuribdi deydi. Dadalari namozxon bo'lgan juda ko'p odamlarni. Hozirgi namoz o'qimayotgan avlodlarning dadalari namozxon bo'lgan. Juda ko'plari hofizi Qur'on bo'lgan. Dadamiz hofizi Qur'on bo'lgan ekan deb bitta hofizi Qur'on bo'lmagan juda ko'plari. Juda ko'p xudosizlarning dadalari xudosiz bo'lmagan. U qayerdan topdi bu hunarni, xudosizligini? Qayerdan topdi mast qiluvchi ichimlikni ichishligini? Dadasi shunday mast qiluvchi ichimlikka mudminul xamr bo'lib shunday bo'lganmi? Qayerdan topdi dada ajdodlarning aytganiga ergashamiz deydi. Qaysi odamlarning ajdodlari shunday hayosiz to'ylarni qilgan? U bir havo narsa. Hech ajdodlarga ergashmaydi. Faqat o'zining botilini isbotlash. Shuning uchun Alloh taolo bularni aqlsiz, hech qanday ilmsiz odamlar deyapti. Haqiqatda aqllarini ishlatmagan odamlar. Chunki u ajdodining hech qaysi sohasida ergashmagan. Alloh taolo bu narsani ko'p joyda yod qildi. Ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Buni ajdodlarimiz hech eshitmadiku. Biror bir sunnatni ihyo qilaman desiz namozda, bu ilgarida bunaqa gap yo'q edi-yu. Ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. O'tgan ajdodlarda bu narsa yo'q edi. So'laring, ajdodga ergashasizmi deng. Nima siz bormidi sizni qilayotgan bu hayosiz to'ylaringiz? Bormidi sizni mana mast qiluvchi ichimlik ichishligingiz? Bormidi bu chagandaligingiz? Biror bir narsalar bormidi deb aytso'rang, birontasi yo'q. Ana bu narsani ma sami'na bi hadha fi aba. Demak, ajdodingiz hech narsa yo'qni qilyapsiz ekan, bu sunnatlardan ham yo'qni qilavering. Hatto hamma payg'ambarlar qavmlari, Solih alayhisalomning qavmi, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Shuayb alayhisalomning qavmi, asolatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Shuayb alayhisalom namoz o'qidilar. Sening namozingmi bu ajdodlarimiz qilgan ishdan qaytarayotgan deyshadi. Hozirda ham bir namoz o'qisangiz, biror bir sunnatga amal qilsangiz, sen mana shu ish qilganingdan beri o'zgarib qolding deydi. Shu narsa sizni qilayotgan ishlarni qaytarayotgan shu amalingmi deydi. Mana namozingni shu bizni ajdodlar qilgan ishdan qaytarayotgan narsa deyshadi.